amaliyotimizni bemorlarga shifo qilib bergin. Alloh taolo o'zini saqlagin. Qo'limizni yengib ishimizni oson. Allohu akbar. Mana biz ikkinchi operatsiyamiz muvaffaqiyatli tugadi. Bemorni hamma toshlarini olib tashladik. Stent qo'yib, nefrostomasiz pochkadan chiqdik. Bemorimizga shifo tilaymiz. Agar sizlarda kimdadir, sizda yo qarindoshlaringizda urologik problemalar bo'lsa, bizning Global Medic klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarning xizmatingizda doim Avazxonov Jaloliddin Fazliddinovich, Usmonov Rustam Alisherovich. sizlarga sog'lik tilaymiz.